Mani erim bilan отношениямga, o'sha payt yigitim bilan отношениямga endi onam qo'shilyaptilar. Hammasi zo'r, yaxshi, spokойно отношение qilsak bo'ladi desak agar, bu yerdan nanamni уже maynalariga urgan, то что man akamni va ukamni jo'ralari bilan отношение qilyapman. Mayli o'shanga faqat mani nanam siqayotgan bo'lsa, lekin erimni ham janim bu yerdan siqyapti. Sizlarga bo'lsa boshida aytgandim, erim mani bitta janimdan nomerlarimni, instalarimni ham hammasini janimdan so'ragan paytlarga janim yo'q, u senga to'g'ri kelmaydi, mani opam deb bermagan, lekin erim mani topganlar. Именно mana shu janim o'sha bizani отношениямыз haqida в kurсе. Men именно o'sha janim mani erimga liba san aytasan, liba man aytaman. Rostini aytsam, faqat mani отношениямda kimdir, liba man nimadir boshlasam, kimdir xo'jayinlik qilib, o'rtaga kirib, o'z boshimchalik qilib, menga qanaqadir sovetlar berib, o'rtaga kirib, faqat mani nimamda shunaqa, atrofimda shunaqa bo'lgan, lekin men hech kimning отношениясiga, boshqa narsasiga xo'jayinlik qilib kirib bilmaganman. Nima uchun bunaqa, men bilmadim. O'sha payt значит shunaqa bo'lish kerak ekan. O'sha paytda biz akam bilan juda ham ko'p gapirmasdik. Bunday sirimizni ochib, bir-birimizga bunaqa narsalar bo'lmagan. Men bir kuni turganman, prostda akamga yozganman. Akajon, bugun sizni oldingizga bitta yigit keladi. Mani qo'limni so'rashga, u yigitni siz taniysiz, lekin men как бы xohlayman u bilan отношение qilishga. Надеюсь, sizga u odam yoqadi va siz xo'p deysiz bizni отношениямizga. Shunday qilib, mana erim boryaptilar akamning oldilariga. Bu yerda ikki xil развитие событий, то есть ikki xil bo'lishi kerak edi. Либо mani akam xursand bo'lib, "O, молодец, bratан, shunaqa deb, или же просто u kishini принимать qilmasdan, nima uchun sen mani ukam bilan yuribsan, tuda-suda. Ikki xil, lekin bitta podskaska beraman. Lekin hozirda biz akam bilan umuman gapirmaymiz, из-за того, что men turmushga chiqqanim uchun. Xulosalaringizni yozinglar. Keyingi videoda akam bilan erimni qanday tanishuvlari bo'lgan va nima bo'lgan, keyinchalik xo'p deganlarmi yoki yo'q deganlarmi, shuni ham aytib beraman.